Kimlarga yotoqxona beriladi? Agar siz talaba bo'lib o'qishga kirmoqchi bo'lsangiz, yotoqxonani ayrim plyuslari bo'ladi. Misol uchun, sizga birinchidan registratsiyangiz qilib beriladi bepul tarzda universitet tomonidan, yotoqxonasi tomonidan. Va ikkinchi tomon ko'pincha universitetlarga yaqin joyda yoki transportning dostupность oson bo'lgan joylarga quriladi yotoqxonalar. Va kimlar olsa bo'ladi yotoqxonani? Universitetlar 3 xil o'qish formatini sizga taklif qiladi. Birinchisi ochniy kunduzgi, ikkinchisi ochniy zaochniy asosdan kechki bo'ladi va uchinchisi sirtqi zaochniy. 99% holatlarda faqat ochniy o'qiyotganlargagina beriladi yotoqxona. Ba'zan agar universitetda 1000 ta yotoqxonaga joy bo'lsa, lekin ochniy, ya'ni kunduzgi ta'limga 900 ta bola kiradigan bo'lsa, unda ikkinchi navbatda boyagi ochniy zaochniy, ya'ni kechki ta'limda o'qiyotganlarga beriladi qolgan bo'shagan joylar. Sirtqi ta'limga keladigan bo'lsak, odatda 50% universitetlarda sharoiti bor. Sirtqi ta'limda o'qiyotganlarga faqat sessiya vaqtida, ya'ni sirtqi ta'limda o'qiyotganlar asosan dekabrda 20 kun, mayda 20 kun o'qiydi. O'sha vaqtgagina, o'sha davrgagina 20 kungina yotoqxona beradi. Unda ham oldindan siz ariza yozishingiz kerak bo'ladi, menga yotoqxona kerak deb. Kimlarga universitet 100% berishga majbur? Birinchidan, agar chet el fuqarosi bo'lsa va ochniy budjetda o'qiydigan bo'lsa, ularga universitet oldindan majburiyat oladi sizga yotoqxona berishga. Demak, agar siz kunduzgi ta'limga o'qishga kiradigan bo'lsangiz, ochniy yo'nalishga, unda sizga aniq yotoqxona beriladi.